Yaqinda Toshkentdagi bir restoranda shunaqa labneli pasta yeb ko'rdim va mazasiga bittari kasal bo'ldim. Bu taomni hindcha garlik nan bilan tayyorladim. Qanaqa chiqqanini reaksiyamdan bilsanglar bo'ladi. Garlik nan uchun iliq suvda svejiy dro'jji bilan suvni eritib olamiz, keyin haqiqiy grek yogurtini solib aralashtiramiz. Va nihoyat endi bizda ham grecheskiy yogurt bor. 2 xil turdagi un, tuz va zaytun yog'ini qo'shib, yumshoq xamir qoramiz va 45 minutga oshirishga olib qo'yamiz. Non yana ham mazali chiqishi uchun butun bug'doyli undan ham qo'shdim. Xamir oshguncha butun sarimsoq bilan bulg'or qalampirini pishirib olamiz. Ozgina kopchoniy maza berish uchun qalampir ustini garyolkaga kuydirib oldim. Sabzavotlar 180 gradusda 35 daqiqa pishadi. Oshib chiqqan xamirni taxminan 80 grammdan bo'lib zuvala yasab olamiz va 15 minutga tindirib qo'yamiz. Endi pastani o'zini tayyorlab olamiz. Bu retsept uchun eng muhimi sifatli labne tanlash. Labne siri pechkada pishgan sabzavotlarimiz, limon sedrasi va suvi, svejiy chesnok, tuz, quritilgan yalpiz va zaytun yog'ini choperga solib, silliq pasta bo'lguncha maydalaymiz. Tayyor pastani mazasini ko'ramiz, o'zimizga o'zimiz qoyil qolamiz va qilingan zuvalalarni yoyib chiqamiz. Yoyilgan xamir ustiga to'g'ralgan petrushka va chesnok sepib, yana bitta yoyvoramiz. Nonimizni qizigan skоворodkada 30 sekunddan qizartirib pishirib olamiz va ustiga eritilgan sariyog' suramiz. Garlik nan tayyor. Ushbu taomni nonushtaga yoki sovuq gazak sifatida mehmonlarga tortsangiz bo'ladi. Non tarkibidagi kepeni hisobiga yana ham mazali va ishtah ochirgan bo'ladi. Men ishlatgan yogurt va labne Dobre Derevensky Utra brendiniki mahsulot rostdan ham juda sifatli ekan, sizlarga ham tavsiya qilaman.